Assalamu alaikum qadırdan körermenler. Sizlerden dıqtınlarga Қазақстан Uygurları kanalındaki haberler programmasını havalı qılımız. Ozorunlarga Қазақстан Uygurları münasebetlik yeniliklarını sunmakçımız. Sizler bilen haber bölümünün жүрgüzgüçileri Şahniza Aziz kızı ve Esican Adılcan oğlu. Samimi haberler bizning kanalımızda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлары». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Эсиджан Адылджан оглы и Шахниза Азиз кызы. Здесь делают честные новости. Almut şəhəri, Dostluq mikrorayonundakı Ali Ahmedov başqurayotgan Aqsaqallar Kengişinin təşəbbüsü bilan ana til və keləcək mavzusu asıda ötən düglək üstəli haqqında ilgiri jurnalist Şavkat Nazarovning ijtimoiy tor betlərində xəbərləngan. Düglək üstəlinin asosiy məqsədi bolğan ana tillik məktəblərə bala toplash təşəbbüsü keng cəmiyyətçilik tərəfindən qızğın qo'llashga ega bo'ldi və Dostluq mikrorayonidan boshqa qo'shni mahallalarmı bu savoblıq ishning natijadorlik bo'lishiga jon dili bilan kirishdi. Mana bir ayıga yakın vaqt davamida ko'ch-ko'chlarda yig'inlar o'tkazilib, 1-sinfga boradigan bolalar tizimlanyapti. Mush kunlarning o'zida mikrorayondagi 153-maktab gimnaziyaga 1-sinfga boradigan bolalarning soni 100 dan oshib ketdi. Bo'libmi bu ishlarda yigit boshlari bilan xonim-qizlar muhim rol o'ynamoqda. Bu tashabbus Almuti va Yetsi viloyatlaridagi Uyg'ur yurtlari orasida keng tarqalib, qo'llashga erishadi deb umid qilamiz. 14 июля в микрорайоне Достык города Алматы прошел республиканский молодежный мэшрэп, который был организован Республиканским этнокультурным центром уйгуров Казахстана. Assalamu alaykum qadrli qarindoshlar, ko'rayotganlar Qozog'iston Uyg'urlari proyekti Cumhuriyetlik Etno Madaniyat Markazining qo'llashi bilan o'tkazilgan bugun Do'stlik mahallasida ham Do'stlik restoranida yoshlar mashrabi o'tkazildi. Bu mashrabga faqatli cho'nglar emas, balki yoshlar, kichiklar, ham shundaqla o'tir yoshlardagilar ham qatnashdi. Bu mashrabning alohidaligi shu bo'ldiki, mashrabda yoshlarning bo'lgan san'ati, talanti, ham shundaqla ko'plagan hunarlari ko'rsatildi. Hozir o'zingizlar ko'rayotgan mashrabda davo dasturi bo'limi o'tkazilyapti. To'liqroq bizning syujetda. Машраб является одной из древнейших традиций уйгуров, передающейся из поколения в поколение. Это собрание мужчин примерно одного возраста, как правило, придерживающихся уважения и доброжелательности друг к другу. Их целью является привить подрастающему поколению правила морали и воспитанности. Машрабы служат основой этического и эстетического воспитания в обществе, учат людей традиционному искусству и правилам приличия. Помимо этого, во время машрапа демонстрировались все традиции уйгурского народа. Пришедшая на мероприятие молодежь училась этике, а также выявлялись таланты в искусстве музыки, юморе и красноречии. Подобные машрапы оказывают помощь пожилым, вдовам, сиротам, неимущим и больным. Все общественные дела махалли или деревни члены машрапа выполняют сообща. Роют и чистят арыки, подрезают деревья, сажают цветы. Biz Uyghur xalqining obro'yini ko'taraylik. Biz yaxshi qilib Qozog'istonni to'g'rilgan bo'lsak, kimga desa, Uyg'ur millatiga desa, biz o'zimizniki obro'yini shu orqali ko'taramiz. Elimiz Qozog'istonning obro'yini ko'tarish orqali biz Uyg'ur xalqining obro'yini ko'taramiz. Hammamiz 60, 70, 80 ketib boramiz. Endi mushu Qozog'istonda mushu sizga qoldi hamma narsa. Madaniyat markazi bormi? Har qanday ishlar bormi? Shuning uchun Baxtiyor ukam sen boshliq mush yoshlarimizni hammamizga daylig'imiz. Bir bo'linglar, bir-biringlar bilan tanishinglar, qarindosh bo'linglar. Assalomu alaykum akam, vaqtingiz xayrli bo'lsin. Mush mashrabni uyushtirishdagi asosiy maqsad aytib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Endi bugungi mashrabimiz yoshlar mashrabi deb ataldi. O'sha Cumhuriyetlik yoshlar mashrabi bir 8 yilda to'xtab qolgan, uni pandemiya vaqt qarab, endi Xudoyim bo'lsa, uni bugungi kunda yoshlar mashrabini yig'dik. Ama şu birinci maqsadi maş yaşlarını birini qo'shib tonishtirish. Bugungi mashrabda har mezun yoshlarimiz kelyapti. Erkak bo'lsin, Chelak tevasin bo'lsin, Baysit, Malvay, Maydin shaharindagi 8 rayondan yoshlar kelyapti. Shu bugungi mashrabimiz tonishish mashrabi. Rahmat, endi shu mashrabning yoshlarga bo'lgan qanday ahamiyati bor deb o'ylaysiz? Endi bu mashrabning ahamiyati yomon cho'ng. Nimishki desanglar, unutib kelayotgan urf odatlarimiz unutilib ketyapti. Mana yoshlar mashrab orqali davo dastur degan eng qiziq yeri bor. Mana davo dasturda urf odat, o'zini qanday ustash, tarbiya birinchidan, ikkinchidan cho'nglarga qanday hurmat ko'rsatish, kichiklarga qanday izzat ko'rsatish. Mana shu mashrabda deb ketadigan narsa. Mana shu urf odatimiz
endi maktab bu mashrab degan maktab mana shu davo dastur vaqtida yoshlar shuni ko'rib, anglab, esida qoldi deb o'ylayman. Assalomu alaykum akam, shu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Sizni bugun ko'rib bek xush bo'ldik. Bu mashrab tunji kelishingizmi? Va alaykum assalom. Shu mashrabga tunji qatim kelishim. Rostdan birinchi haqiqatan biz o'zimiz Uyg'ur millat bo'lganlikdan shu mashrab degan narsani ko'p anglaymiz, biroq o'zimiz yaxshi bilmaymiz-da endi. Shu sababdan uningdan ko'rib bilib qo'lda kelgan. Ma'qul rahmat. Endi mashrab sizning ko'z qarashingiz bo'yicha qanday o'tyapti? Yiqatamsiz sizga. Mashrab endi yiqqanda endi boshlashi yomon emas. Республиканский молодежный машраб собрал более 220 представителей молодежи. Недавно зарегистрированное РО Республиканское объединение уйгуров пока никакой видимой работы с привлечением широкой общественности не провела. Однако люди ждут и продолжают надеяться. Казахстан и уйгурлары будут внимательно следить за развитием событий. Yaqında Murat Hamrayev nomidagi 150-chi Uyg'ur o'rta maktabida bir top maktab muallimlari, Shapag'at mahallasi jamoatchilik ishlarining aktivistlari va ayrim yurt turg'unlari Qozog'iston Jumhuriyati Parlament Majlisining deputati Zakirjon Pirmuhammad o'g'li Kuziyev bilan uchrashdi. Mazkur boshqarishning maqsadi yangi maktab selishning bir qancha masalalarini muhokama qilishdan iborat bo'ldi. Shu tufayli ushbu uchrashuvga Olmut shaharlik bilim boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Aydın Saylovboymi taklif qilinib, u so'z bo'layotgan masalaning ayrim yo'nalishlariga to'xtalib o'tdi. Yig'in jarayonida Zakirjon Kuziyev maktab atrofida istiqomat qilgan turg'unlarga yer masalalarining qanday ravishda hal qildiganligi haqida tafsiliy tushuncha berib o'tdi. Shundaqla hukumat doirasida rejalashtirilgan barliq ishlarning har taraflama qanoatlantirilgan holda yechildiganligini ta'kidladi. В Атырау прошел конкурс социальных проектов на тему «Лучшие проекты этнокультурных объединений». Уйгурское этнокультурное объединение «Парваз» заняло почетное второе место, выиграв сертификат на 400 тысяч тенге. Руководителем объединения является активный общественный деятель Гульназ Имирова. iyul kuni Olmut shahridagi O'rgilay chayxonasida SSSR va Qirg'iziston Jumhuriyati Rassamlar ittifoqining a'zosi Qirg'iziston Jumhuriyati xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Sobitjon Bobojonovning ko'rgazmasining ochilishi bo'ldi. Ko'rgazmaning ochilishida shundaqli Qozog'iston Jumhuriyatining xizmat ko'rsatgan arbobi San'at akademiyasining akademigi Ahmadjon Ahad, Qozog'iston Uyg'ur rassomlari Dunyo Art galereyasining mudiri Hakimjon Guliyev, Uyg'urlarning Jumhuriyatlik birlashmasi, Jumhuriyatlik jamiyatlik birlashma raisining o'rinbosari Rustam Gayitov, Uyg'ur ovozi gazetining bosh muharriri Ershad Asmatov, Aziya bugun gazetining bosh muharriri Telman Nuraxunov, tonilgan grafik rassom Kurash Zulfiqarov qatnashdi. Shuni ta'kidlash kerakki, rassom mayli ular akvarel varaqlarda yoki tush va qalam bilan o'rlansin, kanapda, kartonda va qog'ozda bo'yoq bilan yoki aralash texnika orqali ishlangan amgaklarda bo'lsin, turli texnika va usullardan mahirlik bilan foydalandi. Barliq amgaklarda rassomning samimiyligi va o'z kasbiga, go'zallik san'atga bo'lgan muhabbati birdilla sezildi. Управление молодежной политики в настоящее время разрабатывает программу поддержки молодежи до 2025 года, и молодежное движение Ассамблея Жастары должно активно подключиться к этой работе. Об этом было сказано на очередной сессии АНК города Алматы, где приняли участие аким города Ербалат Дасаев и заместитель акима Арман Кырыкбаев. Кырыкбаев в своем докладе отметил заслуги председателя Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустама Кайрыева. Ассамблее следует уделить особое внимание подготовке молодых лидеров. На примере таких успешных молодежных лидеров Ассамблеи, как Кайрыев Рустам, творческая активность и целеустремленность которого позволила ему за несколько лет пройти путь от рядового члена Союза уйгурской молодежи до члена Ассамблеи народа Казахстана, сказал он в своем докладе. Olmut shahrida Turan universitetining London universiteti, sharqshunoslik va Afrikani tadqiq qilish ilmiy maktabi Buyuk Britaniya bilan hamkorligida madaniy meros yangi uslubda turoqliq rivojlanish ulgusi sifatida Qozog'istondagi mashrablar xalqaro ilmiy loyihasi doirasida Uyg'ur milliy mashribi ko'rigi mavzusida marosim bo'lib o'tdi. Loyiha 2018-yilning oxirida Britaniya akademiyasining qo'llab-quvvatlashida boshlangan bo'lib, pandemiya sababidan to'xtatilgan edi. Uning rahbari London universitetining professori Rachel Harris, Qozog'iston tarafdan bo'lsa tarix fanlarining doktori Turan universitetining professori
Қазақстан Халық Ассамблеясы кафедрасының рәхбәре Әбләт Камаловтыр. Мәшрәпләрнең илми асасларын эшләп чыгарышка этномузыкашунас Брюссель университетының тадқиқатчысы Муқаддас Миҗит, Сулейменов намыдагы Шәрқшунаслык институты Уйғур шунаслык мәркәзенең итәкче илми хадими, филология фәннәренең намыслы Рахмәтҗан Юсупов, Туран университетының чоң укытучысы, тарих фәннәренең намыслы Зульфия Каримова ва Туран дөньясы Төркия Халыклар мәдәнияте фондының рәисе Карлим Мәхберов иштирак кылды. Xoş vaxtınız xeyirli olsun Reyhan xanım. Bugün sizni görüp xoş olduk. Bugünkü məşrəb siz üçün kanalda təəssüratlarınızdan bölüşkən olsunuz. Ben bugün pek hoş buldum. Bu benim Kazakistan'a gelgen 3 yıl kalmadım. Birinci katım, endi yana qaytib keldim. Yana bir katım sevenim məşrəbni gördüm. Pek hoş buldum. Peki yaxşı. Ana şu məşrəbnin, yəni bu Turan birligi uyushtirib atgan məşrəb bunun asosiy maqsadlarini atab o'tgan bo'lsangiz. Bu proyekt biz 4 yıl oldu. Başlayan biz bu Kazakistan'daki Uygurlar məşrəbni kandak oynaydı. Lakin kandak işletiyordu. Bu mənası nima? Məşrəb nima üçün oynandı? Cemaatga qanday foydasi bor məşrəb? Assalamu alaykum makam, hoş vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü məşrəb nəhayət gözəl ötdü. Endi şu məşrəb haqqında bir iki sual, yəni bu məşrəbni uyushtirishdagi asosiy maqsad, yəni şunun asosiy maqsadi deb aytgan bo'lsangiz. Assalamu alaykum. Endi asosiy bugun məşrəbning o'tishi bu məşrəb boshqa məşrəblarga o'xshamaydi. Bu məşrəb ügünüş məşrəbi. Demek bu 3 yıl burun bu ilmi proyekt açılgan London Üniversiteti bilen Turan Üniversiteti'nin birlikte layihə boyunca şu işini başlagan edik. Şu vaxtda Yerket, Uyghur Raynayiya, Çelek təvəsidə həm Almıqı da məşrəblə ötken. Alaytan degende şu tüt nayiyamızda məşrəblə bir-birisiga oxşamay ötüb ketken. Şu vaxtda da London Üniversiteti'den şu proyektinin başlığı Rachel Harrison geldi. Şundaqla Fransiya'dan ilmi tədqiqat manguzgan Muqaddas Hanım. Kazakistan tərəfdən qatnaşqan tarix fənlərinin doktori Əblət Kamalov, şundaqla Şərqşunas İnstitutunun ilmi hadimi Rəhmətcan Yusupov. 13 июля работники, занимавшиеся ремонтом водопровода в городе Улан-Хат, нашли старинную статую, исторический памятник эпохи Великого Юаня под названием «Статуя председателя Джигунтей». Этот каменный памятник с двойной фигурой дракона был расписан древнеуйгурским письмом. Старомонгольское письмо, созданное на основе уйгурского в конце XII века, а также произошедшая от него ойратская письменность Тодо-Бичик и маньчжурское письмо используется до настоящего времени. Статуя под названием, посланная вождем Джигунтеем, была установлена на 4-м году династии Юань в 1338 году. Xoş xəbər, Ələnur Turganova yeni bir mərtə Qazaxstan çempionu atığıға müyəssər boldu. Uyğur qızlarına xas qorqumsuzluqni boyuğa sыңайырған boksçı qızның utığıda onun məşqləndirgüçisi Zakir Abduqadirovның qoşqan töhfəsi zor. Fürsətni paydalanıb, Ələnurni kanalımız təhriratını təbrikləb, muş qilib da davamlaşdırıverin deməkçimiz. Dünya çempionatıda sizə utuq yar bolğay. Hürmetli görərmənlər, Qazaq danası Ahmet Baytursunov etib ötkəndək gezit millətinin közü, quluğu həm tili. Fürsətni paydalanıb, Cumhuriyetlik gezitlərimiz Uyğur avazı həm Aziya bugünkü yazılışlarını sorayımız. Mən Cev Şəncan, Uyğur nəsi Çönce isim turğunu mən. 2006 yılı Abdulam Uşorov, Taşkul Eziyarova, Turğancan, Həmrabaqev və başqa texniklik muharrirlər başqurudaki Aziya bugün gezisinin çıxışıға yoruq görgünüge imtihan oşaq olduq. Özüm bu gezisine muşturub bolğunu 15 yıl oldu. Aziya bugün köngülden çıkırgan gezit. Uyghur avazı geziti milletimizning nomi bilan atıldıgan birdan-bir söyümlük gezitimiz. Bu bizning avazımız. Gezitimizning mazmunluq chiqishiga, mushtari to'plashda, tarqitishda,
Мен Uyghur деген her bir insan ayanmay күш çıkarışı gerek. Bu yada men Uyghur nahiyasida yüz berip atkan bir işni maqtınış bilen aytqım keledi. Bizning yoshlarimiz her yılı yeni yıllık soğar etide ata-anısıga yoki aziz canlarıga Uyghur avazının kiftansını tapşırışını adetke aylandırdı. Bu bolsumu bizning yoshlarımızning mushu gezitqi bo'lgan qiziqishi, ishonchi va hurmati deb o'ylayman. Qani qarindoshlar, Uyghur ovozi gezitiga mushtari bo'lishni davomlashtiraylik. Dünya haberlerden uçur. Главы служб безопасности Великобритании и США назвали Китай самой большой угрозой. Это было первое в истории совместное выступление глав Ми-5 и ФБР. Главы служб безопасности Великобритании и США провели совместное выступление, где рассказали об угрозе со стороны Китая. Директор ФБР Кристофер Рей назвал Китай самой большой долгосрочной угрозой экономической и национальной безопасности и обвинил страну в вмешательстве в политику, включая недавние выборы. Глава Ми-5, в свою очередь, Кен Маккалум заявил, что за последние 3 года его служба более чем в 2 раза усилила свою работу по борьбе с китайской деятельностью и собирается удвоить ее снова. По его словам, в настоящее время Ми-5 проводит в 7 раз больше расследований, связанных с деятельностью Коммунистической партии Китая, чем в 2018 году. Первое в истории совместное публичное выступление 2 директоров состоялось в штаб-квартире Ми-5. Рэй предупредил руководителей присутствующих компаний и представителей университетов, что китайское правительство нацелено на кражу их технологий с использованием целого ряда инструментов. Он также сказал, что Китай использует кибершпионаж для мошенничества и воровства в огромных масштабах, а его хакерская программа превосходит программы всех других крупных стран вместе взятых. Глава Ми-5 сказал, что разведданные о киберугрозах были переданы 37 странам и что в мае была сорвана операция против аэрокосмической отрасли. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz mushunun bilan tamam. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali xabarlar programmasi. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda.